Mana Xitoy Vesli firmanikini oldin ham ishlatganmiz. Oppoqmi-chi? Hozir hali tushmadi. Oppoq bo'lishi kerak. Quyuq ekan qara. Rozvoy ekan. Rozvoy ekan. Xo'p, buni hozir plastmassa ishlatib ko'ramiz. Mana bu joyga ishlatib ko'rchi. Rangini qaytarib beradi-da, qora plastmassani undan ham zo'r qora qilib yuboradi-da. Mana bu sotadigan hamma narsamizni o'zim ishlatib ko'rganman. O'xshaydimi, o'xshamaydimi, polibom ishlab ko'rganman. Qayerda nima ishlatiladi, hammasini bilamiz. Chunki tovar sotayotganda yaxshi yomon deb maqtashni bilish kerak-da odam. Yomon narsani maqtalmaydi. Gapirilmaydi yomon narsa. Yaxshi narsani yaxshi deb sotamiz ana. Effektni ko'rasizmi? Ideal, короче. Shunaqa gaplar. Kelaverasizlar, bundan ko'p bizada. Boshqa firmalarniki ham bor. Sotim ham bitta bayroq bor. Sotim.